Ukajonim sertifikat, gullar, tayyor. Mana qara. Gullarning eng zo'ri bo'lish kerak. Onalar faqat zo'rlarini loyiq qiladi. Umra sertifikatini ham chiroyli qilib, xudo xolasa, yaqinlarning yanında, oila a'zolarining yanında tabrikimizdan farzandlaringiz nomidan deb duolarni olamiz. Tushunarlimi? Nerga bu tabrik? Xo'p, bu tabrikimiz qayerga? Qilchoyga bo'ladi. Xudo xolasa, farzandlari Rossiyadan kelgan farzandlari onalarini mana shunday surpriz qotir. Aynan bugunga to'g'rilagan ekan. O'zlari kecha keldilar. Yanvar oyida xudo xolasa, Urganch Jidda reysi bilan umra safarini yo'l oladilar. Do'stlar, kuzating, emotsiyasini ko'ramiz. Hop, akamizni hozir onalarni tabriklaymiz, xudo xolasa. Aka, kecha keldingiz, to'g'rimi? Kecha keldim Rossiyadan. Qarang, niyat bor edi oldindan. Oldindan niyat qildim shu onamni. Shu umraga jo'nataman deb. Shu orzuga yetishdim men aka. Xudo xolasa. Imkoniyatim bilan. Xudo xolasa, qarang, bu sertifikatsizni oling. Gul bilan men kirib boraman. Siz mana shuni yoshirib qo'ying. Sizga farzandingiz Rossiyadan bir narsa olib kelibdi deyman, yaxshimi? Qabul qilib olinglar, shu vaqtda sertifikatni berasiz. O'zingiz berasiz. Bormi? Bo'ldi. Boshdan sen kirasizmi? Ha, tabriklar o'zing. Ketdik. Qalaysan? Rahmat hammangizga. Qani, xudo xolasa onalar tabriklaymiz. Ismlarini kim dedingiz? O'razbek aynasi. O'razbek. Assalomu alaykum. O'razbek. Turlab Şabir. Assalomu alaykum. Mehmonlarsizlarmi? Zo'r. Zo'r, Alloh shukr. Qalaysizlar? Tinchmisizlar, toza yillar bilan. Rahmat. Kel. Bismillah. O'razbek opamiz qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisizlar, tinchmisizlar? Yandimi Svet? Bo'ldi. O'razbek opa? Tabriklaymiz bayramlar bilan. Toza yillar bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Tinchmisiz, charchamasizmi? Zo'r. Mana shu gulda o'tirmanda, men aytdim, "Hozir sizni dedim bir oypamni yoniga aparaman" dedim bu gulga. Seni ham sindiradi dedim. Mana shunday gulday ochilib, chiroyli bo'lib. Farzandlaringiz nomidan bo'lib, xudo xolasa. Rahmat. Toza yilda yaxshi kayfiyatda kutib oling. Rahmat. Xo'p, qani bu yil 2026-yil sizga bir omadli, muvaffaqiyatli yil bo'lib kelsin. Xudo xolasa, bir niyatlaringiz bo'lsa, orzularingiz bor bo'lsa, amalga oshsin. Iloyim aytganinki. Barmidi axir chiroyli niyatlariniz? Bor. Birini ayting qani. Xudoga shukr. Mana shu bag'alarim ulqon yigit bo'lib, niyatlarimga yetirganini ming roziman. Zo'r. Xudoyim shu bag'alarim uzoq yoshlar ko'rgay. Qo'shqanlar bilan qo'sha qarg'ay, baxtli bo'lgay. Birini mingdi bergay. Yangi yil hammangizga omadli, baxtli, saodatli, rizqli bo'lgay. Zo'r. Rahmat hammangizga. Hammangizni yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat. Men shu og'amlarning hammasini taniyman-da, Astakanbar, Buyaqbar. Rossiyadan yaqinda bir balans kiyuvdimi? Aqsham tangda keldim. Tangda keldimi? Rossiyadan bir narsa aytibdi sizga. Zulmat aka, keling. Rossiyadan ekan bir sovg'a aytibdi sizga. Aynen. Tangda keldi bolam. Qani nu sovg'a aytib ko'ring, qani. Tangda keldi. Tangda keldi. Umra sertifikati. Sizga Allohning baytini umra sertifikatini olib keldim. Al. Rahmat. Yetirganlar. Hozir shoshmaydim, tabriklaysiz. Yetirganlar shukr, rahmat. Ana, xursandmi? Nima xursandman? Niyatimga yetirdi bag'alarni. Bir bo'lmasa mana shu farzandlaringizni bir duo qilib. Bozorga chiqibdi qulpunay, yetkazdi xudodan aylanay. Ilinib olvolay, onamni ko'rgani. Bolalaringizdan rozimisiz axir? Roziman hammasidan. Bir duo qiling onda. Xudoyim yetirgandan shukr. Xudoyim hammangizga shunday kunlarni nasib etgay. Hammaning bola chaqalari shutib ota-onasini hurmatlab, siylab, umralarga yuborib, duolarini olib, quvonib yurgaylar Xudoyim. Ortiq chovliq, yog'liqlarga yetirib. Amin. Xudoyim. Tabriklasanglar bo'ladi. Rahmat. Tabriklaymiz. Bulutday ko'nglim oppog'im ona.
bolamni g'amini bildirmay ro'zg'orim kamini o'chirib yuragin shamini onamni ko'rgani boraman akamni yaxshisin oshiray ukamni aybini yashiray quvnatib mehrini tashiray onamni ko'rgani boraman uy talash mol talash qilmayin unga ko'p menga oz demayin boshini og'ritib kelmayin onamni ko'rgani boraman Hamma vaqt sog' salomat quvonib yurgaysizlar, maqsadlaringizga yetkazinglar. Yangi yil hammasiga omad topsin, baxt topsin. Amin. Ming million yerinden razıman hemmesinden. Rahmet. Razıman, xursandman. Barsangiz, Xudo xolasa Allohning baytida. Xursandman. Qarang, yurtboshimizni, farzandlaringizni hammasi bir qo'shib duo qilib kelasiz. Aha, Xudo xolasa. Prezidentlikka da ming rahmat. Ey, sog' bo'ling. Ming dunyo turgancha tursin. Rahmat ilohim, Xudoyim. Bo'lmasa yana 5 ta qo'yib. Sog' bo'ling. 15-yanvar kunida tayyorlaning. Tug'ilgan kunida tayyorlansin. Bo'ldimi? Charchamanglar. Sog' bo'linglar. Onam ak bulutday ko'nglim oppog'im onam